ayrim blogerlar, ayrim gruppadeylar, Telegram gruppadeylar bizni bemorlarimizni har xil ma'noda xunuk ko'rsatib qo'yyapsizlar. Sizlar Xudodan qo'rqinglar. Kommentariyaga yozib turganlar ham noto'g'ri. Sallarni boshiga Xudo xolasi shu kasalliklar keladi. Ko'rasam men Xudoni oldida mana shuncha insonlar oldida aytyapman. O'ylab yoz. Balki odamlarda yomon fikrda qilib qo'yibsan. Biz bemorlarga to'g'ri Alloh yo'lida qarayapmiz. Bizni noto'g'ri ko'rsatib yozyapsanlar. Sanlarga Xudo bor, Xudo xolis tomosha qilasan. Bular umid bilan kelyapti. Bular nomni qaytarmagan. Men odamlar kirishiga men muhtoj emasman. Bemorning holatini noto'g'ri olib borib turgan, noto'g'ri ko'rsatib turgan, o'zingni patpichligini ko'paytiraman degan, hali nima desam menga, sanlar gapirishda ham o'zi nimasi yo'q. Lekin men Xudo xolasa sanlar bundan battar bo'lasanlar, bundan battar bo'lishni emaklab kelasan. Sanlarni hammangni o'sha san noto'g'ri yozib turganlarni Allohga topshirdim men sanlarni, aytib qo'yay. Xudoga topshirdim, mana ulug' kunlarda aytyapman. Sanlarni boshingga tushsin. Kommentariy yozib turganlar noto'g'ri. Xudodan qo'rq, Xudodan qo'rq. Bu bemor-ku bu. O'ylab ish qilgan, menga qarab, men biron ustidan kulish, u dunyogacha sog'ayib, shu dunyoda ko'rasan. Shu dunyoda holatingni ko'rasan, mana Allohning guvohligida aytyapman men. Shuncha insonlarni bemorlarning guvohligida aytyapman. Bular umid bir shifo topyapti bular. O'ylab yoz, qaysi video qo'yishingga o'zingni ko'ziga Telegram gruppadaylar. O'sha qaysi Telegram gruppaga video tashlab turganlar. Xudo xolisa men sanlar bilan men shu yorug' dunyoda ko'rishaman holatingni. Aytib qo'yay. Sanlarni boshqa gapim yo'q, sanlarni Allohga topshirdim. Har bitta bemorni sen noto'g'ri qilib olib chiqib turganligi uchun, yo noto'g'ri yozib turgan kommentariyalarga uchun sanlarni Allohga soldim. Shu senga kifoya bo'lsin.